Yo'q, ana buncha 13 qishloqqa bir kelasan, bir ketasan, bir 97 ga borasan, bir 13 ga kelasan. Bir joyda yashasang bo'lmaydimi? Bir joyda yashagim kelmayapti, zerigibman bitta joyda yashasam. Bizni qishlog'imizga bir kelasan, dakasi qolmaysan, dakasi qolsang biz ishlardan qutulardik. Janob mer bizlarga faqat ish beryapti, senga berishdi o'rniga. Endi sizlar qilishinglar kerak bo'lgan ishlarni sizlarga buyuradida. Biz qilishimiz kerak emas bo'lgan ishlar ular, tushundingmi? To'g'ri, to'g'ri. Mayli qilinglar o'sha ishlarni. Men esa o'zimni ishlamni ko'rishim kerak. Menga xalaqit qilmanglar, tamom. Xo'sh, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xavas va nima dedim? Va sizlar meni yangi videomdasizlar albatta. Men esa 13-qishloqdaman. Svetni o'chirib qo'yaylik, elektr energiya bizga kerak. Albatta do'stlar, pastda obuna degan tugma turibdi. Ko'ryapsizlarmi? O'sha bitta bo'lsa, sizlar oltita kanal chiqadi. Har biriga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki har birida o'dar kontentlar chiqib boradi. Xullas, zerikib qolmaysizlar. 13-qishloqqa qaytib keldim. Birinchi qiladigan ishim albatta poluzni to'g'irlash, chunki poluzimga ishlamaganimga qancha vaqt bo'lib ketganini sizlarga hisoblab aytadigan bo'lsam, 2 haftadan oshdi, chunki 97-qishloqqa ko'chib ketganimdan keyin bu yerdagi poluzimga hech kim qaramagan. Qaragan, просто oldindan qarab o'tib ketgan. Kelib bunaqangi hosildan yig'ishtirish yoki qaytarib ekish ishlarini qilishmagan. Lekin hech qaysi yetilga aytib ketganim yo'qdim. Aytib ketganimda balki qilib qo'yisharmidi, lekin yaxshilikni aytib qilinmaydi. O'shaning uchun bularni quloqiga qo'yib qo'yishim kerak mana shunaqa gaplarni, lekin bular bilmaydi. Hoji yetel, men polizimga qarab qo'ysang bo'lmaydimi? Har kuni qarayapman, shuna qarab o'tib ketyapman oldindan. Yo, unaqa demayapman, mana hosillarni yig'ishtirib qo'ysang bo'ladi-ku. O'zing olsang ham mayli hosillarni, keyin qaytarib ekib qo'yasan. Yo'q, vaqtim yo'q. Vaqting yo'q, unda mana sanga, tushundingmi? Uloq nima menga chirigan kartoshka beryapsan? Sanga mosda o'shanaqa chirigan kartoshka. O'zi sen chirigan kartoshkaga o'xshaysan, o'shaning uchun senga chirigan kartoshka beryapman. Bularga umuman bir yaxshilik qilganni o'zi ahmoq. Bular qaytarib yaxshilik qilmaydi. Tak, mayli. Asabiylashishim shart emas, chunki bular o'zi boshidan shunaqa bo'lgan. Kartoshka ekishim kerak emas, bu yerga sabzi ekish kerak. Sabzi ekish kerak bo'lgan joyga kartoshka ekib qo'yyapman. Sabzida bugun hosil juda ham ko'p. Ko'ryapsizlarmi? O'sha ikkinchi qatordan 4 tasi yetdi. Bu juda ham sensatsiya degani. Aytgancha bugun hosillarni janob merga yetib berishim kerak. Xo'sh, mana buni berib qo'yamiz. Janob mer uyda bo'lsa kerak. Ancha vaqt bo'ldi mer bilan ko'rishmaganimga ham. O'sha ketganimdan beri ko'rishganim yo'q. Tak, mer uyda, albatta uyda. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, qandaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldingmi? Keldim. Ana orqada musorxona bor-ku. Bor. O'sha musorxonaga kim yotib olgan deyishyapti qishloqlar. Bir o'tib qarab kelguncha kim yotib olibdi ekan? Mayli, hozir men soliqlarni olib kelgandim, qo'yib ketay unda. Tak, hozir borib ko'raman unda. Bo'pti, mayli. Bo'pti, tezlash. Xo'p. Tak, qanaqangi jitel yotib olibdi ekan, qanaqa odam yotib olibdi? Musorxonaga ham yotib olar ekanmi? Hozir borib ko'ramiz, qarochi kimdir yotib olgan bo'lsa, bu yerda qanaqa yashik? Oldin bu yerda yashik bo'lmasdi. Tak, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qochib tur, quyoshni pana qilyapsan. Uzr, kechirasiz. Nimaga bu yerda yotib olgansiz? Meni janob mer yubordi, kimdir yotib olibdi ekan dedi. Endi yotishga boshqa joy bo'lmagandan keyin shu yerda yotaman-da. Siz bomichmisiz? Bomichman, musorxonada yotaman, bomich bo'lganim uchun ham. Tushunarli. Bitta odamga salom aytib berasizmi? Men importni bomich emasman, men oddiy bomichman. To'g'ri. Mayli, unda yaxshi yotavering shu yerda. Bitta yordam berib bor, evaziga katta foyda olsang bo'ladi. Qanaqa yordam? Oyog'imni uchidan ko'rayotgan bo'lsang, bitta yashik bor. Ko'rdim. O'shaning ichida xarita bor. O'sha xarita bo'ylab yursang, xazinaga yetadi. O'sha xazina seniki, evaziga menga bitta uy qurib bersang agar. Qanaqa xazina? Bilmadim, endi xarita bo'ylab borib ko'rchi, topasan o'sha xazinani. Mayli, harakat qilaman. Tak, xazina o'zi rostdan ham bormi xazina? Bor. O'zi tura olmayapman, belim shovonlagan. O'shaning uchun senga buyuryapman. Mayli, unda hozir izlab ko'raman. Tak, qayerda ekan bu xazina? Tak, qayerga yurish kerak? Bu tomonga yurish kerak ekan. Yo'q, chap ushlab bir ekan. Bu tomonga yurish kerak ekan. Tak, qayerga borish kerak? Mana gulmasmi xazina? Yo'q, qayerdan gul xazina bo'lsin? Tak, qayerda bo'lar ekan? To'g'riga yurishni ko'rsatyapti. To'g'riga va yana to'g'riga. Suvga tushib ketaman-ku. Bu to'g'riga yurmayman. Yana teskari ishlayapman ekan, bu tomonga ekan. Bu tomonda daraxt bor. Xo'sh, bu mana o'sha yashikni topib oldim. Yashikmi? Yashik belgilangan ekan kakras. Bu yerda mashina bor ekan. $9 ta.
buncha narsalar rostdan ham xazina bo'ladi. Bu qayerdan bilganini u bomj bilmadim. Hozir so'raymiz borib qayerdan bilganini. Lekin bomj xazina bilsa, nimaga u bomj bo'lib yotibdi? Bilmadim, hozir so'raymiz. Tak. Bunaqa xazinasi bor odam bomjga o'tmaydi-da. Va shuncha xazinani olib turib boyib ketsa bo'ladi-ku. Bratan, men xazinani topdim. Nimaga siz shuncha xazina bor ekan, bomjlikdan qutulmadingiz? Menga yoqmaydi bunaqa narsalar. Menga bitta uy qurib ber va shu pullarni va mashinani evaziga. Mayli, unda qurib beraman hozir. Xaritangizni joyiga qo'ydim. Men mashinani haydab uyimga boraman va uyimdan asbob-uskunalarimni olib kelib uy qurishni boshlayman. Dahshat mashina ekan, lekin bitta minus tomoni bor ekan. Rol o'ng tomonda ekan. O'zi aslida chap tomonda bo'lishi kerak. Biroz g'alatiroq mashina ekan va yurmas ekan ham. Menimcha benzini yo'q. Tak, benzini yo'qmikan rostdan ham? Yo'q, bu tomonda emas. Tak, qayerda edi? Mana. Rostdan ham benzin yo'q ekan. Mayli, hozircha haydamayman, piyoda borib olib kelsam bo'ladi asbob-uskunalarimni. O'zi kirka bilan tapor bo'lsa, menimcha yetadi. Ibil ko'rak ham kerak. Bratanni yotog'i tagida turibdi, o'zi joylashtirib olsa kerak. Yoki joylashtirib berish kerak ekan, bilmadim. Tak, uchalasini aytaylik-da. Menimcha shu uchalasi yetadi, pullarimni qo'yib ketadi. Tak, pullarimda mana bu pana joyim bor edi-yu, sirli joyim. Mana shu joyimni qoldirib ketaman. Chunki JTL ko'rib qoladigan bo'lsa, meni uxlatadi ular, olib qochib ketishi mumkin pulimni. Ularga ishonch yo'q. Har nima qilishi mumkin, har qanday vaziyat qilishi mumkin. Tak, tez borib uy qurib berishi. Voy, mana shu chirik kartoshkani olib ketmabdi-ku, yaramas. Olib ketadimi deb o'yladim. Hozir tashlaydigan joyim bor edi, o'sha joyga tashab qo'yaman. Tak, mana shu yerda turadi bu kartoshka. Xo'sh, qachonlardir yo'q bo'lib ketadi yoki qaysidir sigirma qo'yib yeb ketadi. Hop. Ana endi uy qurishni boshlash kerak. Lekin qayerdan qursam bo'ladi? Mana shu yerdan qursam bo'larmikan? Hop, daraxt bilan tosh olib kelaydi. Avval qurishdan oldin daraxt bilan tosh olib kelish kerak. Nechta daraxt olib borsam yetar ekan? 20 tacha daraxt desam bo'ladi-yu, lekin unchalik katta uy qurib bermayman, chunki katta uy qurib berishim uchun yetarlicha pul bergan yo'q menga. Tak, okey. Mana shu ikkita daraxtni o'zi yetib oshib qoladi ham. Hop, okey. Yozini ham qurishim kerak, chunki tom qismiga zabor o'rnatsam, zinaga nisbatan yaxshi bo'ladi. Ana endi tosh olib kelish kerak. Tosh hozir borgan xazina olgan joyimda shaxta bor edi. O'sha shaxtadan olsam bo'ladi toshni. Xo'sh, shaxta qayda edi? Shaxta mana bu yerda ekan. Mana shu yerdan toshlarni olaman. Tak, tosh ko'proq kerak bo'ladi, chunki toshdan quriladi asosan uyni fundament qismi. Hop, okey. 6 ta, 7 ta, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aynan nechta kerak bo'lishini hisoblab chiqish kerak. Uy juda ham kichkina bo'ladi, chunki bir o'zi sig'sa bo'ldi-da, nima kerak bunaqa katta uy qurib. U o'zi bomj bo'lsa, bomjga katta uyni keragi yo'q. U yashay olmaydi ham katta uyda. 24 ta menimcha yetsa kerak. Toshlarni urganda nimagadir shaqir-shuqur degan ovoz chiqyapti. Lekin qanday ovoz chiqarayotganimni o'zim ham bilmayapman. Tak, qayerda qursam bo'ladi uyni? Mana shu yerda quraman. Bratan, uyni mana shu yerda yoningizda qursam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, tezroq qur, sovuq qatib ketdim. Mayli, hozir quraman. Tak, birinchi o't o'lanlarni yig'ishtirib chiqish kerak. Tak, bir ikkita urug' ham tushar ekan, o't o'lanlardan yaxshi polzimga ekib qo'yaman. O'shalar ham bug'doy hosil beradi baribir. Tak, yer bloklarini olib chiqamiz. Tak. Okey. Menimcha mana shu joyda chotki uycha qursam bo'ladi. Mayli, yana bir qator olib chiqaman. Mana bu yerda tasodifan olib yubordim. O'sha olib yuborganim uchun bir blokka katta bo'ladi uy endi. Muhimi bloklarim yetsa bo'lgani. Tak, obbo yetmas ekan. Bitta bu yerga, bitta va bu yerga bitta. Toshni yetmas ekan. Mana buni 18 4 ga ko'paytirib yaxshi ortiqchasi bilan chiqib qoldi. Bu yerda eshik bo'ladi. Xo'sh, okey, normal. Bu yerda ham deraza qayerda qoldirsam bo'ladi? Orqa tomonga deraza qoldirsam yaxshi bo'lar ekan. Okey. Tosh olib kelish kerak. Tosh yetmadi, afsuski. Xo'p, tosh nechta olib kelsam bo'ladi? Hisoblab chiqish kerak. Ikki tomonga 4 tadan 8 ta. Adashmasam shu 8 12 ta olib kelsam yetar ekan. 12 ta yetadi aniq. Xo'sh, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta bo'libdi. 9, 10, 11, 12 bo'ldi, aniq yetadi endi. Ustini yopishga keladigan bo'lsak, taxtadan yopsak ham bo'ladi. Paka-pukicha shunchaki yashab tursa ham bo'ladi. Eshik olib kelishim kerak qayerdandir. Eshik yasash kerak. Tak, okey, yaxshi.
Xo'p, bu tomonni ham xuddi shunday qilamiz va oldi qismi ham shunday bo'ladi. Уже kech tushdi, biratan kecha sovuq qatadi, o'shaning uchun tezroq qurish kerak. Va tak, okey. Yaxshi. Oppa, bo'ldi, normal. Ustini shunchaki yopib qo'ysam ham bo'ladi. Bu yerga kerak emas, bu yer oddiy yopsak ham bo'ladi. Lekin kravatdan turgan vaqt boshini urib oladi biratan tochni. Bu yer faka hozircha ochiq tursin, bitta eshik yasab kelaman. Biratanda fakel yo'q, fakel uyimni yonida bor edi. O'sha fakelni olib kelib qo'yib berib turaman bu kecha. O'sha fakeldan foydalanib uxlab turadi biratan. Tak, hozir birinchi fakelni olib kelaydi. Chunki o'sha qorong'i tushdi, yo'lga tutib borsam ham bo'ladi. Tak, okey. Endi buni ikkinchi qo'lga qo'yib qo'yaylik paka. Bitta qo'limiz baribir bo'sh ketyapti-ku. Tak, qochib tur. O'lib qoldik hammali. O'lishni o'zi rejada yo'q edi-yu, lekin o'lib qoldi. Tak, eshik yasab olamiz endi. Eshik bitta yasasak bo'lardi-yu, lekin bir yasashda 3 ta yasaladi. 3 ta yasasak 2 tasi ortiqcha bo'lib qolar ekan. Mana uni tasodifan qo'yib yuborgan edim. Xo'sh. Biratanga zo'r uy quryapman, lekin shaharni emas, qishloqning markazidan, uzoqdagi markazidan. Hop, okey. Lekin juda ham kichkina uy bo'lib qoldi. Bu yerga qo'yamiz eshikni. Fakel qani edi? Fakelni qayerga tashlab keldim? Qo'limda turgandik. Qayergadir uloqtirib yuboribman shekilli, hozir borib topib kelaman qaytadan. Qayerga qo'ydim ekan, a? Qayergadir tushirib qo'yganman shekilli. Tak, uyimga qo'yib yubordimmi? Mana bu yerga qo'yib yuboribman ekan. Hoppa, ichkari tushib ketdi hammali. Tak, endi tez borib qo'yib berish kerak. Уже qorong'i tushib ketdi. Biratan o'zi kirib uxlasa kerak. Yoki ko'tarib kiritib qo'yaymi ekan? Kasal bo'lib qolgan biratan, belim shamollagan dedi-yu. Tak, okey, bo'ldi. Fakelni mana shu yerga qo'yamiz. Bo'ldi. Normal. Biratan, ana endi to'shagingiz bilan o'zingiz kirib uxlavering. Ha, rahmat senga, Jo'xa, bo'pti, boraver. Mayli. Men mana bu mashinaga benzin olib kelay, keyin mashinani olib ketaman bu yerdan.